Amerika Davlat bexatarlik ministerligi 11-sentabr vaqasining 20 yillik harpisida oshqin hujumlarning yuz berishi mumkinligini ogohlantirdi. Amerika Davlat bexatarlik ministerligining davlat terrorlik maslahat berish sistemasi e'lon qilgan uqtirishida yomon niyatlik oshqin kuchlarning va Amerikadagi Xitoy virusi tadbirlariga qarshi turadiganlarning yuqori tahdid muhiti paydo qiladiganligi ta'kidlandi. Norvegiyaning murassa qilishi ostida tashkillangan suhbat musobaqasining bir qismi sifatida Venezuelaning hokimiyat beshidagi partiyasi va o'qituvchilar Meksika shahrida bir yerga jam bo'ldi. Suhbatning ichilish marosimida Meksika tashqi ishlar ministri Marcelo Ebrardning huzurida taraflar amal qilishga tegishli umumiy shartlarni belgilaydigan tushunish eslatmasi imzoladi. İsmini oshkorlashni xohlamagan bir Amerika amaldorining CNN'ga aytishicha, Joe Biden hukumati va qator amaldorlari Afg'onistonda Amerika bilan hamkorlashgan afg'onistonliklar va oilasidagilarning qatorga vaqtliq o'rlashtirilishi to'g'risida suhbatlashmoqda ekan. Qatorga o'rlashtirilgan afg'onistonliklarning sonining 8 mingga yetishi mumkinligi o'tirg'a qo'yildi. G'arbiy Afrika davlati Nigeriyaning o'tir qismidagi egizlik o'lkasida yo'lovchilar avtobuslari qurolli hujumga uchirdi. Xabarlarda aytilishicha, voqeada 20 dan ortiq odam hayotidan ayrilgan, 14 odam yaralangan. Egilinishcha, bir to'p qurolli xristian guruhlari musulmonlarni elib mangan 5 avtobusga qaratib o'q chiqargan. Uyg'ur qirg'inchiligi haqida rasm ko'rgazmasi ochilgan Panorama 1326 Bursa Fath muzeysining mudiriga Sharqiy Turkiston davosini qo'llaganligi uchun 2005-yili Birlashgan Davlatlar Fan Ma'arif va Madaniyat tashkiloti tomonidan tayyorlangan insoniyatning g'ayri-moddiy madaniyat meroslari tizimligiga kirgizilgan Uyg'ur 12 muqomiga simol qilingan rasm taqdim qilindi. Uningdan boshqa Bursa Mustafa Kamal Pasha rayoni IXX tarmoqi tomonidan Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik, assimilyatsiya va zulm siyosatiga qarshi rasm ko'rgazmasi va imzo qo'yish faoliyati olib berildi. Xalqaro Sharqiy Turkiston ommaviy tashkilotlari birligi va Ko'k Hilol insonparvarlik yordam jamiyati jiddiy yordam va qutqizish atirti Kastamonuning Bozkurt ofat rayonida yemaklik tarqatayotganda naq maydonni ziyorat qilishga kelgan muhit va shahar ishlari ministri Murat Kurum bilan ko'rishib, Uyg'urlarning har vaqt turk millati bilan birga ekanligini, qo'l tutishib qiyinchiliklarni birga yengadiganligini bayon qildi. Xitoyning Gollandiyadagi bosh elchixonasining oldida elib kelingan cho'ng ekranda Uyg'ur qirg'inchiligi va Xitoyning Sharqiy Turkistonda sodir qilgan kishilik huquq tafsandachiligi fosh qilindi va bu sababli 2022-yillik Beijing qishloq olimpik tanharakat musobaqasini boykot qilish chaqiriqi qilindi. Uyg'urlarni oshqin deb lagerlarga to'plagan Xitoy Talibanlarga yaqinlashmoqda. Talibanlar asabiy islomning oldini olish bahonasi bilan Uyg'urlarni qayta tarbiyalash lagerlariga qamagan Xitoyning manfaatparastligining eng yangi misoli. Oldin qayda Beijingda Xitoy tashqi ishlar ministri Talibanning yuqori darajalik amaldori bilan ko'rishdi. Xitoy taratqularida Talibanlarning Afg'onistonning muqimligiga kafolatli qiladiganligi to'g'risida tahlillar o'tirg'a chiqdi. Amerika tashqi ishlar ministri Blinken biz dunyodagi sherikligimizni davomli turda Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatini ayblash hamda majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan mallarning ta'minlash zanjiriga kirishining oldini olish uchun qadam bosishga chaqiramiz dedi.